Ahmad Shavkatova, Buxoro viloyati. Assalomu alaykum. Buxoro Sharif qizi. Assalomu alaykum. Raqam tanlang. 3-raqam. Luqmon Bo'rixon. 1 daqiqa vaqt ketdi. Vaqtimiz tugadi. 2 daqiqa vaqt marhamat. Mashhur o'zbek adabiyoti namoyandasi Luqmon Bo'rixon 1956-yilda tavallud topgan. Adib o'sha yoshlik yillarida O'zbekiston davlat pedagogik universitetida tahsil olgan. Adibni biz ko'plab asarlar orqali taniymiz, xususan ro'yxatimizda berilgan Imom Moturidiy asari. Imom Moturidiydek shaxsni tug'ilishidan boshlab o'lguniga qadar bo'lgan hayotini yoritgan eng yirik asarlardan hisoblanadi. Ushbu asarda adibning qanchalik mahoratli ekanligini ko'ra olamiz. Ya'ni Moturidiyning 206-7 bo'lgan. tariximiz uchun bo'lgan katta hissasi, umuman balki tarix, xususan islom diniga ham o'sha islom dinining yoyilishiga qo'shgan hissasini ko'ra olamiz. Ya'ni o'sha Imom Moturidiy Shu shartga olsa yoshligidanoq o'sha dinga, e'tiqodga bo'lgan qiziqishi uni kelajakda ko'plab diniy yo'nalishdagi asarlar yaratishga undaganini ko'ramiz va asarda uning ayoli Maston bibi uning shunday mashhurlikka, shuhratga erishayotgandan doimiy o'sha hasad o'tida yonadigan Idris Shomiy kabi obrazlarni uchratamiz. Asarda o'qish davomida biz o'sha tariximizning qanchalik boyligi, tariximizda qanchalik mashhur shaxslarni ko'ramiz va kitob qoladi deb hozir. Atlashib o'zi baribir ketadilar. 60 Ben eshitganmiz. Sabahat Imom Moturidiyning romani o'qiysiz. Moturidiy o'zi qayerda? Xivadan Buxorodan. Moturidiy shahrida tavallud topgan. Qaysi shahar Moturidiy? Qayerda joylashgan? 9 barda qo'yamiz. 29, 28, 28. Umumiy ball. Demak, umumiy ballingiz 28 o'nda 3 ball. Rahmat ishtirok uchun.